Qaranglar. Birinchidan qizli parda nima o'zi bu? Bu parda emas. Bu tog'ay. Qizli parda 7 yosh bo'lganiga qin o'sishni boshlagandan keyin o'sishni boshlaydi. Rigidness degan narsa bor. Aytganingizdek ichkarida tashqarida bo'lmaydi. Qattiq, to есть rigidniy bo'ladi. Bir xillanki yumshoq bo'ladi, bir xillanki rigidniy bo'ladi. Bu birinchidan. Ikkinchidan, rostdan ham tug'ma qizli pardasi, ya'ni o'sha tug'im yetilmagan qizlarimiz bo'ladi. Har doim ham qon kelish kerak degani emas. Bu o'sha yerda joylashgan tomirlaringizga bog'liq. Ya'ni qon tomir o'sha yerda joylashgan, o'sha tomirlarda ketganda qon keladi o'zi aslida. Tomir yirtilgani uchun. O'zi aslida har doim qizli parda teshigi bilan bo'ladi. Chunki hayz keladi. Har doim qizlarda parda paydo, mana atrofida ham bunaqa narsa bo'ladi-da, ya'ni o'zbekcha tushuntirganda, hamda teshigi bo'ladi, bu yerdan hayz keladi. Juda kam uchraydi, ya'ni bu anomaliya hisoblanadi. Qizli pardaning teshigi yo'q. Qizlar hayz kelmaguncha bu narsani bilmaydi. Onasi ham, qiz bola ham. Hayz keladi, qorni shishib ketadi, kuchli og'riqlar bo'ladi. Doktorga o'zidek, men o'zimda masalan 25 yillik ginekolog bo'lsam, bir marta shunaqa случай bo'lgan. Olib borasiz, doktor ko'ryapti, bachadan hayz haydayapti. Qorin bo'shlig'ida уже hayz qon to'lib ketgan. Tez buni ginekolog kresloda ko'rsatish kerak. Chunki bunda qaraysiz, parda yopiq. Kressimon, kichkinagina kressimon chok tushiriladi. Bu haqda rostdan ham yozib beriladi ginekologga. Tug'ma qizli pardasi teshigi yo'q edi, biza kressimon. Chunki o'sha chok hisobidan ham qon tomir o'sha yerda kuyib qoldi, bo'ldi. Kelmasligi mumkin. O'sha yerda bo'ladi. Boyagidek har doim o'sha parda, даже shunaqa случайлар bo'lgan, o'zimiz ham ko'rganmiz. Tug'ruq paytida ketadi qizli parda. То есть boyagidek rigidniy, kengayadigan, u kengayib qo'pol bo'lsa ham chileni kirib chiqib yuribdi, ketmagan, tug'ruq paytida tirs ketadi. Hali ham turibdi ekan parda endi.